maslahatim boqiylar olib. Bahodir aka, assalomu alaykum. Yaxshimiz aka, charchamayapsizmi? Men Yangiyo'l tumani Niyozbosh qishlog'idanman. Sizdan 5-avgust kuni shu 4 qo'shqonlarni olgandim. Ana bu yerda hammasi yozilgan. Chisosi, kilosi, pullarigacha. Bugun 6-sentyabr. 1 yil 1 oy bo'ldi. Xudo xolasa kelganimda juda kichkina edi. 200 ta qo'ydi ichidan 23 ta 24 ta qolganda borib tanlab olgandim. Mana bunisi eng kichkinasi edi, 30 kilo. Yo'talardi. 6 oy yo'taldi. Lekin yo'taldi ham, yeverdi ham, o'zgarurdi ham. Mana hozir juda alhamdulillah natijador. 30 kilo edi mana shu. Hozir bilmayman 130 kilo, 120 kilo ves bo'lsa kerak joy ves. Mana bunisi 46 kilo chiqqan. Bu sal kattaroq edi. Bu ham juda yaxshi inshaalloh. Bunisi 35, bu 37 kilo. Bunisi 35 kilo kelgan. Hozir 100 tepasi xudo xolasa. Inshaalloh alhamdulillah. Natija zo'r mana. Hali boqiladigan mana bo'sh, etlari bo'sh. Bu ham bo'sh. Hali boqiladigan. Hali joy bor, terida joy bor. Mana bular lekin buni ham boqsa bo'ladi. Mana shu yo'taladigan qo'y edi, eng kichkinasi. Hali ham qo'zi bashara qarang. Yordi yo menimcha tishini ochish iloji bo'lmayapti. Zo'r aka, maslahatim boqiylar olib. Alloh ishingizni rivojini bersin, omadini bersin. Aka to'xtatmay qo'y olib kelishni. Mana olib xudo xolasa bunaqa qo'y ko'p qo'y boqardim. Mana qo'yxonalarim 30 taga yaqin qo'y ketadi. Xudo xolasa shotlarni to'ldiramiz endi. Buni probaga boqqandim men bular. 24 ta qo'yning ichidan tanlab olganman. Qolganlari qutgan qo'ylaydi bular. Endi boshida kelib tanlaganlar bilmadim qanaqasini olib ketgan. Hozir telefonda unaqa ko'rinmayapti. Alhamdulillah. Zo'r bilan chiqarish iloji yo'q hovliga. Agar hovlida ko'rasiz, ot maza qilasizlar boqib. Otga o'xshaydi. Odam sotgisi kelmaydi bularni.